Men kechroq kelaman. Sen ertaroq kelgan kechikirmassan. Ey aka, 32 yosh bo'laman. Sen nimcha teriga orasiz? Borib chiqing. Ketdi. Ey Marat, qanaqa to'lda gaplashyapsan men akam bilan? Ol qo'lingni. Sen gaplashgan to'nda gaplashyapman. Nima akang gapirish diapazon yoqmadimi senga? Otabek akam darasin duosini olgan bo'ladi, qara. 3-yosh magazin ham oshib ko'z tegmasin. Kim ol? Akam telefon qilyapti. Alo. Ha, aka. Kecha oshnam dachatda qolganman. Uyga borib qo'yganman xotin bola chaqamni. Dayna. So'rachi akandan. Yetti begonadan gap og'irroq bo'tamiki? Yo'q. O'zini jigari nima? Hayotingda qanaqadir muammo bo'lib, boshingga qora bulut keladigan bo'lsa, birinchi bor soyabon bo'ladigan shu akam bo'ladi. Akajon, qo'pol gapirib bordim, men bor uzr.